Nima uchun aynan Medinvest biotexnikumini tanladingiz? Chunki mana bu orzuyimda Medinvest tanlagan sababi juda ham iqtidorli o'quvchilar o'qitayotganlari uchun menga juda ham yoqadi. Shifokor bo'lish niyatim bo'lgan, shu uchun tanladim. Chunki bu soha menga yoqadi. Medinvest juda ham zo'r, o'qituvchilari talabchan. O'qiyotgandan xursandman. Sohasi yoqadi. Sharoitlari yaxshi, o'qitish tizimi, o'qituvchilari Menga bo'lganligi uchun va bu yerda sharoitlar o'qish tizimi yaxshi bo'lgani uchun bu yerni tanladim va men bundan xursandman va shu yerda o'qiyotganimdan mamnunman. Menga yoqqani uchun, keyin shifokorlikka juda ham qiziqishim kuchli edi. Medinvestni o'tgan yilda ko'rib, qarab, ana bu o'tgan yilgi talabalarni ko'rib, keyin ulardan tavsiya olib, bu yerga kelganman. Juda ham xursandman kelganimdan. Ta'lim tizimi hammasi juda ham yuqori, zo'r. Xursandman bu yerga kelganimdan, o'qiyotganimdan. Rahmat.